Erimni birini 2 qildim, menga uylanib boyib ketdi, o'ynashiga mashina olib beribdi. Umrimchi, menchi, qadrimchi alam qiladi. Haqqimni talab qilaman, bundan keyin mening qadrimni bilaman deysiz, lekin talab qilib topganingiz faqatgina kaltakdan nariyog'iga o'tmaydi. Chunki siz eringiz uchun xizmat qiluvchi jonivorga aylanib bo'lgansiz. Shkopingizni ochib qarangchi, nechta tepasi bilan pasti bir xil ichki kiyimingiz bor ekan. Nechta pinivaringiz bor kiyib yotadigan. Ishtapil ko'ylakdan boshqa hech narsangiz yo'q, opa. Oynangizni oldiga yugurib borib qarangchi, nechta intim kosmetikangiz yo'q, uni qo'ying. Nechta atringiz bor? Hech narsa yo'q. Erkak kishini hamchi psixikasiga ta'sir qilar ekan. Erim oynani oldiga qarab atirlarimga, kosmetikalarimga qaraydi-da, "O, xotin, narsalaringiz ko'payib qoldimi?" deb xursand bo'lib qo'yadi. Ishlatmasangiz ham erkak kishi o'ylar ekan, bu narsalarni ishlatadi. Bu narsalar men uchun deb. Yo'q, siz faqat xizmat qiling, eringizni boy qiling. Sizga ishlatmasa, eringiz boshqalarga ishlatadi. Vaqti keldi. Hatto ichki kiyimlarni, pinivarlarni chiroyli qilish vaqti keldi, opam.